Muhtaram muxlislar, aziz teletomoshabinlar, dasturimiz davom etadi. Do'stlar didoriga hamrohsiz. Olim tarjimon Sadriddin Salim Buxoriy. Bu kishi haqida so'z ketganda albatta butun Buxoroga bo'lgan mehr muhabbatingiz qalbingizda yanada oshadi. Shunday emasmi azizlar? Onajonimiz, mehribonimiz Mohira Salimova davramiz mehmonilar. Hammalaringiz Sadriddin Salim Buxoriyni yaxshi taniysizlar. Bu kishini Buxoro keldi she'rlari bilan, tarjimalari, Gyoteni qilgan tarjimalari bilan, Sadriddin ham Buxoroga aylangandir she'rlari bilan, ey vujud degan she'rlari bilan, keyin yozgan 7 pir ayniqsa asarlari bilan juda ham yaxshi taniysizlar. 10-mart ana shu bizning oilamizga juda qayg'uli bo'ldi. O'rtog'im Sadriddin Salim Buxoriy dunyodan o'tdilar. Bizlar bolalar, farzandlar hammalarimiz hayron bo'lib qoldik. Shunday bu voqeadan kutmagan edik. Hali u kishi uzoq yashaydilar, juda ko'p ijod qiladilar, yaxshi kitoblar yozadilar degan umidlar bilan yashagan edik. Lekin bu umr Xudo bergan ekan, qancha beradi, nechta beradi o'zi bilar ekan. 2010-yil 10-martda u kishi vafot qildilar. Ana shu har yili o'sha bahor payti edi. Bahor kimnidir shunday quvontirib kelsa agar, biz hammamiz shu bahor 10-mart kuni juda xafa bo'lgan kunni eslaymiz. Men o'zim ham juda bezovta bo'laman. U kishining ruhlarini eslab, qalamni olib qo'limga u kishiga atab, muvashshah yozganman, nomlariga atab she'r yozganman. Ana shu e'tiborlaringizga shu she'rni havola qilmoqchiman. Sog'inib kelibdi xonamga takror, sevimli shoirni so'roqlab bahor. Alamlar boshlandi qaytadan bugun, afsuski bu g'amlar yechilmas tugun. Darbadar xayollar etmoqda isyon, dardu g'am qog'ozga tushmoqda giryon. Ruhingiz tirikku ohlarim yetsin, rozi dilim sizga farishtam etsin. Istirobla baxtu taxtim o'ylayman, iqbolim pastligin she'rla so'zlayman. Dunyoga sig'olmay qolaman goho, dilimda borini yozaman tanho. Istirob alamlar meni qiynaydi, illokim Allohim meni sinaydi. Nahot qushdek uchdi shoiri davron, nasiba shu ekan bu menga armon. Ajoyib she'r chiqibdi, ta'sirli she'r. Albatta inson uchun mana muhabbat, oila, har bir o'sha daqiqa, har bir demak didor, g'animat onlar she'riy lahzalar bilan bog'langanda siz bilan, to'g'ri emasmi? Bizning oilamiz ham endi mehr bilan, muhabbat bilan boshlangan desam xato qilmayman. Albatta. Bizning yoshliklarimiz haqida, tanishganimiz haqida, u kishining shu adabiyotga kirib kelganlari haqida, o'zlari sevgan buyuk yozuvchilar bilan suhbatlari haqida o'zlari xotira daftar tutgan ekanlar. Endi men qachondir o'tirsam shu xotira daftar yozaman deb menga aytganlar. Lekin shu orzulari yuraklariga qoldi. Xo'p. Keyin bir kun men o'ylab endi menga ham ijod keldi, men deb kelma shu ishni davom ettiray. Va Yorug'lik odami degan kitobni boshladim. Albatta buni o'qiysizlar, keyin o'zlaringiz ichidagi bo'lgan narsalarga baho berasiz. Guvoh bo'lamiz. Demak, Yorug'lik olami chiroyli mana kitob. Azizlar, bu bir umrlik sevgi, muhabbat mana shoirning ayollari, rafiqalari tomonidan to'ldirib berilgan variant ekan. Rahmat deymiz mana shunday tuhfalaringiz uchun. Albatta qo'ldan qo'lga o'tib, bu oilaparvarlikda bo'layotgan azizlarimiz uchun, har bir inson uchun dasturul amal bo'lib xizmat qilishini chin dildan istab qolamiz.